Bir boy o'zini uyida 200 tilla solingan xaltasini yo'qotib qo'ydi. Rosa qidiribdi, topolmabdi-da. Oxiri xizmatkorlariga kim shu xaltamni topsa, 200 tillani, 100 tillasini beraman deb va'da qildi. Bitta xizmatkor topdi-da tillani. Shu mana boy ota, mana tillalaringizni olib ketdi. Endi u boy o'ta xasis boy ekan, xaltanimni ochibdi-da, qarasa hamma tillalar joyida turibdi. Endi ana xizmatkorga 100 tilla berish kerak-ku. O'shani bergisi kelmabdi-da. San debdi, buni ichida yana bitta qimmatbaho gavhar tosh bor edi. O'shani sen o'g'irlabsan deb senga va'da qilingan 100 tanga yo'q deb bermadi. Xizmatkor rosa siqilib xafa bo'ldi-da, qozining oldiga chiqib hamma bo'lgan narsani aytib berdi. Qozi shu bilan boyni chaqiribdi. Boy ota, nimaga va'dangizda turmoqsiz? Bu xizmatkoringiz agar gavhar toshingizni o'g'irlash niyati bo'lganda, tillalaringizni ham qaytarmagan bo'lardi. Bunaqa nomardlik qilmang, tillalarini qaytaring debdi-da. Endi boy, debdi, bu o'g'ri debdi, mani gavhar toshimni o'g'irlagan deb turyapti. Qozi shunda, boy ota, xaltangizda rostdan ham gavhar tosh bormidi degan ekan. Bor edi. Qozi shunda boyga qarab, boy ota, bunaqa bo'ladigan bo'lsa, qo'lingizdagi tilla solingan xaltani topgan odamga qaytaring. Bu sizni xaltangiz emas ekan. Siz borib, o'sha gavhar tosh solingan xaltani yaxshilab qidiring. Balkim o'sha yerdan chiqib qolar, deb xizmatkorga boyi 200 tillasini olib bergan ekanda. Hozir kunimizda mana shunaqa qozilar kerak bo'lyapti-da. Nimagaki nomardlar ko'pda hozir. Fikrlar bo'lsa yozinglar bemalol.